Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad ibn Ali bizga Nazir ibn Avinning ibn Sirindan uning mandaq deganligini so'zlab berdi. Bu hadis din demektir. Şuna sizler dininglarni kimdan o'rganayotganlarga diqqat qilinglar. Ya'ni Imom Tirmizi rahmatulloh alayhi kitobining oxiriga keltirgan bu so'zlarning muborak so'zining ma'nosi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qilinglar dedi, o'zi qildi. Huzurida boshqalar qilsa e'tiroz bildirmasdan sukut qildi deyilgan kategoriyaga kiradigan bu hadis din demektir. Uni tüptün burumlaganlar dinni burumlagan, ko'zga ilmaganlar dinni ko'zga ilmaganlar, har xil ismlar ostida sertifikatlanganlar ham tarixda dinni sertifikatlagan yahudiylar qatorida bo'ladi. Shunga bu dinni sahih manbasidan o'rganganlar yoki siyosatbaz o'rdumollisi, bid'atxo'r mutaassis mazhabchi yoki dinni dunyolik uchun suiiste'mol qilayotgan fursatparast din satar savdogardan o'rganganlarmi qaranglar. Diqqat qilinglar. Boshqalarning havoyavisi va dunyosi uchun oxiratinglarni qurbon qilmanglar. Chunki kim bo'lishidan, qanday sharoitda, qanday davrda yashab qolgan bo'lishidan qat'iy nazar, bu dunyoda qanchalik ulug'vor da'vo uchun bo'lgan bo'lishidan qat'iy nazar, oxiratini ziyon tortgan odam eng chong ziyonkor odam bo'lgan bo'ladi. Bir kimlar uchun har nim berilishi, har xil badallar to'lanishi mumkin. Ammo har qanday shaxs yoki kollektiv bo'lishidan qat'iy nazar, boshqalar uchun do'zaxga kirishga tavakkul qilishga, boshqa birisining sifatining keyindan minib, ahli do'zaxi bo'lib ketish xatiriga tavakkul qilishga aslo bo'lmaydi degandan iboratdir. Alloh bugungi bu fitna fasod va bid'at davrida Qur'on va hadisga muhkam isilgan va samimiy shaklda suyib amal qilganlar qatoridan qilsin. Abi Isa Muhammad ibn Isa Tirmizining Muhammad alayhissalomning alayliklari nomli kitobidan o'zindi.